Leksimizin devam hürmetli vatandaş bugün çislak 2024 yıl 2. ayının 25. günü hepteki yekşembe vatandaş. Endi qaraylı, hazır Qaraganda Tayvan boğazının vaziyeti hem ciddiyleşiş sütürüvatı başlayattık biz. Neme dedi, yukarıda bir yazılgan bir parça makalada Tayvan doğrusu toxtaldık. 2 milyon 300 bin kişilik mışında 300 bin 2 yolda mışında qarbiy qo'shin bilan Tayvan kirisandan kiralaydi jungo deganni. Endi hazır vatandaşlar şunaqa jungo münasebetlik vaziyet üstü toxtalamiz. Mesela xalqaro munosabatlarda hazır xalqaro jamiyat sap ko'tardi, yani o'rnidan dasturdi. Sapras bo'ldi. Amerikalar bir stolga o'tirib tamoq yemsizlar yoki jungoning tamoq jadvaliga yezilamsizlar. Jampon shika tik-tak. Tik-takda ikki jumlaga oshna qo'yib bu qiziq odam, bu obzorchi. O'tir yoshlik odam endi tik-takda jampon shika debdi mana. Sizlar Amerikalar bir stolga o'tirib tamoqda birga bo'lamsizlar va yoki tamoq tizimligi jadvaliga yezilamsizlar. Turgan so'zlab tushundirgan tuqorsizligi buni. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishloqoti va Antony Blinken shundoq dedi. Bundan keyingi o'ylag'ansir bu so'zning ma'nosi haqiqatan cho'nqir gapga vatandosh. Hozir buni Jampon shika misol qilib dunyoga savol qo'ydi. Qayerda o'tirsizlar? Dunyoga o'tirsa qayerda o'tirsizlar? Birga o'tiramizlar? Mayaka tamoq jadvaliga tizimlanamizlar. Bag'ir gap ket. Hozirgi vaziyatni Jampon shika bugun shunday xulosalabdi vatandosh. Endi hozir so'zlab o'tdik biz Ukraina, Rossiya 2 yilligi munosabati bilan fikrlarni. Endi uning davomi sifatida bunda anglaysiz. Ukraina 3 tarafdan hujum qildi. Rossiya armiyasi qaytishga boshladi. Prezident Joe Biden Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Xi Jinpingga telefon berib, arliqda telefonni qabul qilmagan tujum telefon berib, prezident Vladimir Putinni qutuldirib qilishga bo'lmaydi dedi. Bu to'g'rida arliqda Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo hukumatiga bevanglo, ya'ni aslatma topshirgan edi, uni sizlarga yetkazamadik. Bugün endi prezident Joe Biden Amerika Qo'shma Shtatlari debdiki reis Xi Jinping mushu paytda Rossiyani qo'llab yoki unga yordam berib qutuldirib qilishga bo'lmaydi. Alqiliq paytlar 2. ayning 25-kun YouTube. Hozir endi navbatda mushu kunda Tayvan yasagan zambirak o'qi Kompartiyaning Ochiq okeandagi deniz soqchi parxodlariga berib tegalaydi. Tayvan Yaponiya harbiy ishlar bog'chisini yeshibdi. Başta dedik-ku. Tayvan Yaponiya harbiy ishlar bog'chisini yeshibdi. Halqiliq paytda Tayvan Yaponiya harbiy ishlar bog'chisini Amerika biroqli yeshibdi. Bu chetaq. Bu chetaq vatandosh. Amerika Tayvan harbiy ishlar munosabat bog'chisini Amerika biroqli yeshibdi. Bu yeshivetish bevosita reis Xi Jinpingga qaratildi. 2. ayning 25-kun YouTube. Amerika Avam Palata Jungo Amerika Raqobat Favqulodda komiteti Elon Muskning navbatdagi pan-texnika olimlari va bu sohadagi aktiv odam bo'lib Elon Musk degan. Muskning Tayvanda turishliq Amerika armiyasining yulduzli qalqondan foydalanishiga yo'l ochib etishini talab qildi. Bu demak Elon Musk shirkati boshqaradigan gap. Bunda aloqadorlarni yoki bu davlat egiligida bo'lamdi yoki shaxsiy xususiy egilikda bo'lamdi. Men buni bilmadim vatandoshim. Bu shu hozir echivet degani muqaddas shingdan yulduzdagi shing ekan, dun degan qalqon ekan muqaddas. Yulduzli qalqon. Shunday tarjima qildim, men inglizcha bilmaganlikka vatandosh. Yulduzli qalqondan foydalanishiga Elon Muskning yo'l ochib berishini talab qildi. Avam Palata Favqulodda komiteti.
Tayvan bilen Amerika. Hem de manın karanı. Tayvan bilen Amerika. Tayvan bilen Germaniya, Fransiya qatarlıq 43 devlet 134 türlük tədqiq qilish hamkorlashish shartnomasi imzoladı. 2 ayının 25 gün Ümit Sadası. Tünügüllətin nimdidik Amerika başçılığıdır 50 devlet Ukrayna'ya yardım berişdən ibaret muşu plan, muşu məqsədini işqa aşırdı, vədisi durdu. Dedi, Amerika Qoşmuş Ştatları prezidenti Joe Biden bugün endi qarağa Tayvanga, Fransiya, Germaniya qatarlıq 43 devlet Tayvan bilen kelishim imzoladı. Bundaqda Tayvan qaysi o'ringa o'tdi vatandosh? Rasmiyet ötemigen müstakilçi devlet, yakın müstakil devlet. Hazır şunaq dep turaylı, müstakillik jakarlamaydı dep Xitay ensirayotgan noktadaysınız. Hazır şundaq Xitay degince şundaq rasmiyetini ötemey turup, xalqaradaki G'arb dunyosidagi devletler bilan ittifoqlashib 134 türlük shartnoma imzoladı deydi bu gap. Kattı gap. Başta Yaponiya, Tayvan o'tirishga harbiy ishlab boqchisini yeshib etdi Amerika degandek aslı kelganda endi mush G'arb davlatlari 134 türlük kelishim imzoladı dedi. Bu endi savdo qatori, fan texnika qatorida bir nima deysiniz, u boshqa gap. Hozir 43 davlat Tayvanni xuddi e'tirof qilgandek. Tayvan bilen bunda shartnoma imzolash degan bir davlat o'rni turgandan da imzolaydigan shartnomalar. Deseniz, endi bu ish nima deb tushundirasiz? Ümit Sadası 2 ayının 25 günü. Endi ma'nan qarang, endi ciddi xabarda. Xi Jinping Liaoning belgilik omat kuni avatib Tayvanni qo'rshovga olmoqchi bo'ldi. Tayvan devlet armiyasi nemaqalarini bilmedi. Vozca. Aşı torbet, aşı videodaki obzorçu Vozca mundaq dedi. Tayvan Boğazıda uruş partlaydı. Halkılık paytla 4 saat ilgiri 2 ayının 25 günü. Halkılık paytlarının obzorçusu Vozca Tayvan Boğazıda uruş partlaydı. Xatarlik, vatandaşım xatarlik deyli. Hazır Ukrayna'nı 50 devlet qo'lladı. Hazır hesapta kelishim imzoladı. Tayvanni 43 devlet qo'lladı. Ukrayna'nı qo'llag'anli G'arb dunyosi Amerika boshchiligida, Tayvanni qo'llag'anli Amerika, Yaponiya boshchiligida. Yanala G'arb dunyosi. Masalan Tayvan o'zini qo'g'dishi kerak. Mesela Tayvanni harbiy kuch bilan ta'minlash kerak. Ana qarang, tungun baş nimda hozir Yaponiya 700 milyar dollar ajratdi. Tayjidiyan Tayvandagi Android ishlab chiqarish zavodini apirib Yaponiyada qurish kerak. Bu bir nuqtada qutuldirish degan gap. Mesela hujum qilib qolsa Tayvan Yaponiyaga ilg'or texnikani ko'chirib apirib Yaponiyada qursang bo'ladi degan gap. Bu saqlanish oldini olish degan gap bo'ladi. Lekin mushu xabarlar çünkü Cumhuriyet'e kandak yetip vardı ve kandak zarbe elip gapning üzüme yedi vatandaş. Gapning üzüme yedi. Biz 75 yıldan beri çünkü Kompartiyası Tayvan bir gün to'xtag'ini yok vatandaş. Bir gün to'xtag'ini yok. Endi kelib 2022 yıl 8 ayının 2 günü Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq Avam palata boshlig'i Nancy Pelosi xonim Tayvanni ziyorat qilgandan keyin hesapda Cumhuriyet Kompartiyasi yengildi degan gap vatandaş. Uning strategik siyosati mag'lub bo'ldi degan gap vatandaş. Tayvanni ozod qilaman, unda qilaman degan so'zlar butunlay tugashdi degan gap. Diplomatiya so'rinda muomala qilsa ish shundoq bo'ladi. Agar sen diplomatiya g'alba qilaoladigan bir davlat bo'lsang eding, masalan Amerika Qo'shma Shtatlarining 3-darajalik rahbari Nancy Pelosi xonim Tayvanni ziyorat qilmagan bo'ladi. Bu sening diplomatiya sohasidagi mag'lubiyating vatandosh.
Bu dünya tarixida urush degan ikki yo'l bilan bo'ldi. Rasmiy urush maydoni, qiziq qurollar bilan elishadigan maydon. İkincisi bu dünya tarixi diplomatik meydanda. Diplomatiya meydandimi? Talash tatish, kim mag'lub bo'lish, kim g'alaba qilish ko'rishi bo'ladi. Bu ikkinchi meydan. İnsaniyat tarixining tuzilishi va berish taraqqiy qilishi, jarayonlashtirilishi mana shunday gap etanlar. Hozir bu yerda diqqat qilingda, Ukraina shunday gap o'tirg'i chiqqan edi. Masalan, g'arb dunyosi ekilib, bu yoqdan bu yoqqa qurol harbiy yaroq yetkazib avara bo'lmay, Ukrainaning o'zida harbiy zavod qurish kerak deyilgan edi. Hozir bu gapga qaraganda Tayvanga harbiy qurol yaroq zavodi boshda aytdik-ku, zambirak degan gapni ishlab chiqardi Tayvan dedi-ku vatandoshim. Demak, hozir Tayvanga shunday harbiy qurol yaroq zavodi o'rinlashtirildimi qanday? Masalan, bir zambirakning o'choq okeanda ketayotgan junguni soqchi qismini berib tegalaydi degan gap. Bu nihoyat ilg'or zambirak bo'ldi, bu Tayvanning qo'lidan kelmaydi desangiz. Demak, shunday harbiy zavod Tayvanda qurilib bo'ldi desangiz bo'lar. Bu ish uchun jo'naqa yana qanchalik titildash kerak, qanchalik azoblanishi kerak, qanchalik jiddiylashishi kerak. Hal qilg'uch nuqta masalan qanday qaragan vaqtida hozir Dalian markalik avmatken Tayvan bo'g'izga avatib Tayvanni qurshav olmoqchi bo'ldi dedi-ku. Hozir junguni oldirtayotgan 1.5-oyning 20-kuni vatandosh. 5-oyning 20-kuni yangi saylandan chiqqan Li Chingda prezident apandi vazifaga o'ltirdi vatandosh. Mushuningda jungnaha azravatda konkret nima uchun ansiraydi o'to'g'ri bir gap yo'q vatandosh. Hozir 5-oyning 20-kuniga 1 oy 2 oy qolgan mushundaq bir paytda Dalian markalik avvamatga va Tayvanni qo'rishash buningga Gojun yoki Gomindan armiyasi nimalarni bilmay qoldi degan darajada bo'lsa vaziyat jiddiylashdi degan gap. Hozir mana Vuzja obzorchi Vuzja Tayvanning xalqlik paytlarning obzorchisi Vuzja deydi. Tayvan bo'g'izi urush partlaydi. Bugungi vaziyatimiz mana shu yerda. Vatandoshim esingizda bo'lsin, hozir Xitoy jasuslarining g'oljirligi Uyg'urga qarshi turish, Uyg'urni inkor qilish, Uyg'urni qaralash bu jiddiylashib ketdi vatandosh. Hozir diqqat qiling. Bu ham jiddiylashib ketdi. Xitoy ayada qancha g'oljirlasa, chet eldagi jasuslar ham shuncha g'oljirlar. Biz bu to'g'rida ayrim to'xtalamiz vatandoshim.